kvartirani sotib yaxshi uchastka olmoqchiman deb yurgan obunachilarimiz uchun Yunusobod tumanidan zo'r variantimiz chiqyapti. Kelinglar ichkaridan bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hovlimiz 1.6 sotix maydonga tushgan. Kirganinglarda ikkita mashina sig'adigan garaj qoldirilgan. O'ng tomonda ichkariga kiradigan eshigimiz. Hovlimizda bu yoq tomonda letniy kuxnalar qoldirilgan. Orqasida bitta sanuzelimiz bor. Hovlida mana zeleniy zonalar qilib qo'yishgan. Ichkaridan fasadini ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqqan. O'zi planirovkalarini ham zo'r qilib qo'yishibdi. Hozir ichkarini bitta obzor qilib beramiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Hammaga rahmat, xayr-sog' bo'linglar.